jarayonida nazariy yevro standartlariga javob beradigan neft mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'rganishgan. Mana bu amaliyotda bizni talabalarning o'zlari bu mahsulotlarni qanday ishlab chiqarish, ularni qanday sifatlariga, talablariga javob berishni, texnologik jarayonlarni va laboratoriya sharoitida o'zligi sinovlarni tekshirib ko'rishdi. Shu yerda biz hozirda ko'rib turgan uskunalarni biz faqat suratini ko'rgandik va hozirda ham ishlatyapmiz va qanday mahsulotlardan, qanday metallarni, qanday ajratib olishlarini, qanday issiqlik kerak, necha gradusga kerak, ya'ni qanday miqdorda bo'lishi kerak, necha foiz oltin gugurt bo'lishi kerak olish uchun va qanchadir miqdorda suv bo'lishi kerak. Shuni biz hozir nazariy jihatdan, ya'ni amaliyotga keldik. Amaliyotda shuni sinab ko'ryapmiz. Universitetimiz SAUT universiteti, Samarqand xalq texnologik universiteti va FNPZ ma'muriyatiga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Nimagaki shaxsiy formalar, kaskalar berib qo'yishdi va bizni yotoqxona joyimiz, hattoki uch mahal ovqatimizni ta'minlab berishyapti. Va keyin eng katta plus bizni birinchi kursdanoq shu olib kelishdi dual tizimga. Nimaki boshqa universitetlarda 3-4 kursdan olib kelishyapti va shu jihatdan ham bizga ancha plus bo'lyapti. O'qib ko'proq informatsiya olish uchun. Ko'p yildan beri bizni korxonamizda oliygohlar talabalarini amaliyotini o'tab kelmoqdamiz. Buning ichida Farg'ona Politexnika institutining neft gaz sohasi, kimyo texnologiya, mexanika fakultetlarini amaliyotlarini o'tkazib kelmoqdamiz. Mana bu yilda Samarqand Xalqaro texnik universitetining 16 ta talabalari amaliyotlarini o'tishdi. Bir oy davomida hamma zavodimizni texnologik qurilmalarini, obyektlarini ko'rsatib, korxonamizni mutaxassislari bilan amaliyotlarini o'tib borishdi.